Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ekanlar do'koniga xush kelibsiz. Keliningiz qo'ymayapti. Vodoprovod suvini ichib bo'lmayapti. Bitta suv filtrini o'rnatib bering deb 2-3 kundan beri qilolmagan edi. Baraka toping. Uydagi ayollarni ham o'ylash kerak. Qanaqasidan qilib bering? Pulini ahamiyati yo'q. Ayolim xursand bo'lsa bo'ldi. Qanaqa variantlari bor? Aka, o'zimizda ishlab chiqarayotgan filtrlarning 3 xil varianti bor. Qaysi birisidan qilib bering? Okey. Yaxshisidan qilib bering. Hozir 1 minut. Alo. Xo'p. Bor. Okey. Men bor o'zim. Ishim chiqib qoldi. Shu sizlarda dastlabki xizmatlari ham bormi? Albatta, 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilni beraman, unda yozib oling, okey? Bo'ldi, ayting, okey. Ha, onasi, tinchlikmi? Tinchlik emas. Bizlarga dastavka qildirgan suv filtringizni qo'shni uyga tashlab ketdi. Nima? Hozir olib chiqaman. Voy, assalomu alaykum. Ha, qo'shni, kayfiyatingiz zo'r. Voy, nimasini aytasiz qo'shni? Xo'jayinimligini necha kundan beri aytaman. Suv filtri olib bering endi. Xo'jayinimlar ham oyligimni ro'zg'orga zo'rg'a yetkazibman deyotgandilar. Baraka topgur, kimdir suv filtri tashlab ketibdi. Buyursa, mayli, chiqinglar o'tiradigan bo'lib. Ha, okey, charchamasizmi? Keling, aka. O'sha kuni bergan filtringizdan yana bitta qilib bering. Dastlabki qilib berganimiz yaxshi ishlamadimi? Yo'q, olib borgan dastavkini qo'shnimning uyiga kirib ketibdi. So'rashga xijolat bo'ldim, aka. Hayot qiziqligini qarang, aka. Do'konimizga qiynalgan odam kelsa, ehson qilaman deb niyat qilib qo'ygan edim. Unda aka, ehsoningiz egasiga yetib bordi.